Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, vodiyliklar, Farg'ona, Andijon, Namangan. Avtomat garelkamiz o'sha eski katyolarimizga ustanovka xizmatlarimiz bor. Gazni regrovka qilib ushlab turadi. Qaynab ketishini oldini oladi, xudo xolasa. O'zimizning xonadonga qo'yganmiz. Qaynab ketish holatlari ko'pchilikda kuzatiladi. Va shuni oldini olish maqsadida mana shu narsa ishlab beryapti hozirda. Mana o'zimizning xonadonga qo'yganmiz mana. Hozir temperaturani ko'tarsak mana. O'zi yoqdi mana gazni. Temperatura 80 ga qo'yib qo'ysangiz 80 ga ko'tariladi, keyin suvning temperaturi chiqqanda o'zi o'chirib qo'yadi mana hozir. Past temperaturga qo'ysak gazni o'chirdi mana. O'chadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bog'lanaverasizlar. Nomerlarimiz bor, xudo xolasa.